Ronalduning hayotidagi burilish nuqtasini yaxshi eslayman, lekin o'shanda uning o'zi buni unchalik yaxshi qabul qilmagandi. Rud van Nistelrooy o'sha paytda Unitedning asosiy yulduzi edi. Kelishi bilan hamma gollarni urayotgan edi. Ronaldu bo'lsa qanotda tinmay fintlar qilar, Rud esa jarima maydonchasi ichida ochilib, to'p unga uzatilishini kutardi. Agar kanalimizni kuzatib bormasangiz, bizni yana ko'rish ehtimolingiz juda kam. Lekin obuna bo'lgan bo'lsangiz tabriklaymiz. Bu yog'iga har kuni yangi bilimlarga ega bo'lasiz. Oxiri Rudning sabr kosasi to'lib baqirib yubordi. Bu bolaning joyi sirkda, u maydonda emas, sirkda o'ynash kerak, dedi. Cristiano bundan juda qattiq ranjidi. Uning yoshidagilar bunday gapdan keyin ruhan sinib qolishi, to'pdan tezroq qutulishga harakat qilishi yoki nima desa deyaversin deb o'jarlik qilishi mumkin edi. Ammo Cristianoning mentaliteti boshqacha edi. U balki uning gapida jon bordir deb xulosa chiqardi va birdaniga u uchun hammasi o'zgardi. U e'tiborini nafaqat chiroyli o'yinga, balki raqamlar, statistika va gollarga qarata boshladi.